5-6 yildan beri operatsiya qilayotgan bo'lsam, demak 4 yil oldin yoki 3 yil oldin yoki kerak bo'lsa 1 yil oldin operatsiya qilgan bemorlarim meni oldimga kelmaydi. Bugungi kunimiz juda bir qiziqarli sermahsul bo'ldi. Ya'ni ertalabdan borib Niyamet Gospital klinikasida bir nechta konsultatsiyalarni qildik. Undan keyin American Hospital klinikasida kardiostimulyator almashtirish amaliyotini bajardik. Undan keyin Niyamet kardio klinikasida yana 4 nafar bemorda operatsiya bajardik. Shulardan 3 nafarida radiochastotali ablatsiya va 1 nafarida kardiostimulyator o'rnatish amaliyotini bajardik. Va hozir kunning oxirida Aqua Medline klinikasiga boryapmiz. U yerda 6 yoshli bolamizda paroksizmal taxikardiyasini kuydirib beramiz. Shu bilan demak kun davomida bu bizning hozir 6-amaliyotimiz hisoblanadi. Bu amaliyotimizni ham Xudo xohlasa muvaffaqiyatli yakunlab olsak, shu bilan kunni o'z nihoyasiga yetkazamiz. RC amaliyoti bu radiochastotali ablatsiya deyiladi aslida. Bu amaliyotning asosiy mohiyati nimada? Radio to'lqinli energiya hisobidan o'sha yurakka aritmiya chaqiradigan nuqtalar topiladi. Bu qo'shimcha yo'l bo'lishi mumkin, bu qo'shimcha o'choq bo'lishi mumkin. O'sha yo'l topilgandan keyin mana shu yo'l to'liq zararsizlantiriladi, ya'ni o'sha zona o'ldiriladi. O'ldirgandan keyin o'zidan u impuls chiqara olmaydi yoki impulsni o'tkaza olmaydi. Shu sababli bu bizning amaliyot radikal davolash metodi hisoblanadi. Ya'ni bu amaliyot orqali kasallik yo'qoladi, bor kasallik yo'q bo'ladi. Men 5-6 yildan beri operatsiya qilayotgan bo'lsam, demak 4 yil oldin yoki 3 yil oldin yoki kerak bo'lsa 1 yil oldin operatsiya qilgan bemorlarim meni oldimga kelmaydi. Nimaga? Chunki ular kasallik bilan menga murojaat qilishgan, men uni kuydirib berganman, kasallikdan qutuladi. Shu sababli kasallik hech narsa bezovta qilmasa, hech qanaqa doktorning oldiga borishni hojati yo'q. Shu sababli butun dunyoda aritmiyasi bor bemorlar agarda RC amaliyoti orqali aritmiyadan qutulish imkoni bo'lsa, rekomendatsiya tavsiyanomalarda ham demak bu bemorlarga RC qilish deb tavsiya berishadi. Oldin bu bemorlarda RC qilish imkoniyati bo'lmagan, demak O'zbekistonda bo'lmagan. Shu sababli bu bemorlar bir umr qiynalib yurgan. Ya'ni dori aritmiyani yo'qotmaydi, faqat aritmiyani kamaytirib turadi. Kasal har doim bizni kasallarimizni fikr xayolida ana aritmiya boshlandi, mana aritmiya boshlandi, doim demak psixikasi o'rnashib olgan bo'ladi. Ya'ni aritmiya xavfsiz bo'lishi bilan sekin-sekin bemorni psixologik holatiga ta'sir qiladi va bemorni sekin-sekin ijtimoiy hayotdan chetga chiqishga majbur qiladi. RC amaliyoti yana bir ustunlik tomoni, o'sha operatsiya qilib aritmiyasini yo'qotib berganingizdan keyin bemalol o'sha aritmiyasini sekin-sekin vaqt o'tishi bilan unutadi. Unutgandan keyin bemor hayotini maza qilib yashaydi. Bizning asosiy maqsadimiz ham bemorni hayotini sifatli qilish.